Timtas emas İstanbul. Abduri Kassini. Xatirəmgə tökülgənlər. 2. Mening Timtas emas İstanbul namlıq bu çatma mülahizəmning 1, 2 və 3 qismləri İstanbuldakı Qur'on Kərimdən çətnigən g'ayri bir diniy ideologiyaning, ya'ni insonlarni harom bilan kishallab qo'yadigan bir ideologiyaning cho'nqur yiltiz tartayotganligi va buning Xitoy hozir yo'lga qo'yayotgan Xitoy jazo lagerlari qurilishi bilan parallel ilib berilayotganligi. Agar Xitoy jazo lagerlarini taqqigan holatdami o'ydirilgan saxta bir diniy ideologiya vatanimizga ko'chirilib, kirilib, ideologiya to'qinishi paydo qilish mumkinchiligining Uyg'urlarni hozirgi jazo lageridanmi battar bir ahvolga duchor qilib qo'ydiganligi haqida ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yish bo'ladi. 4-5 qismlari Uyg'urlar munozir qilishga bo'lmaydigan qizil siziq deb qaravatgan Turkiyaning Uyg'ur masalasidagi ba'zi adolatsiz pozitsiyasi haqida bo'ladi. Maqolamning 1 qismida o'ttirib qo'ygan markaziy ideyam hargiz İstanbuldagi qora chumbanlik ota-singillarimizni hujum qilish emas. Faqat Qur'onda farz qilinmagan İslamdagi 4 mazhab olimlari birdek o'rtaq qarashga kelgan. Hadislarda aniq ko'rsatilgan yuz va qo'lning ayollarning avrati hisoblanmaydiganligi haqidagi fatvolarga turgan yerda Uyg'ur ayollarining ideyasiga qanday qilib ayollarning yuzi harom degan fatvo singdirilganligi, islomdagi haqiqiy sunnat payg'ambar xonimlarining insoniyat uchun qo'shgan to'hfalarini qiyomatga qadar davomlashtirish turgan yerda, buningdan 1400 yillar avvalgi kiyim-kechaklarning Uyg'ur ayollarining ideyasiga kim tarafidan qanday qilib sunnat deb singdirilganligini, biz uchun haqiqiy sunnatning payg'ambarlarimiz va ularning xonimlarining go'zal axloqi, insoniyat uchun qo'shgan to'hfalarini qiyomatga qadar davomlashtirish bo'lsa to'g'ri bo'ldiganligi, undaq bo'lmaganda o'ng'ayli xatolashib ketadiganligimiz haqida, shundaqli qalam egalarining bosib kirishi qiyin bo'lgan cheklangan rayonda nimalar bo'lyotidi, haqiqiy masalalarni o'tirg'a chiqarish edi. Raddiya va madhiyalar qalam egalari uchun muhim emas. Raddiya va madhiyaga ko'p ahamiyat berganlar İdris alayhissalomdan insoniyatning ma'naviy me'morchiligiga miros qolgan bu qalamni kuchlik va izchil tutolmaydi. Dinsizlashtirish ikki xil bo'ladi. Biri Xitoyga o'xshash namoz o'qiganimi, bolasiga Mehmet deb ism qo'yganimi turmaga tashlash. Yana biri davr bilan moslasholmaydigan g'alit fatvochilik. Fatvochilikdagi diniy ahkomlardan chetnab ketish, dindan bizar qilishni keltirib chiqaradi. Men siyosatchi emas, siyosiy maqsadlar uchun sukut qiladigan. Diniy tabliğchimi emasman, shunga diniy ibodatlarimda xatolik bo'lishi mumkin. Bundan 2 yil burun İstanbulga kelgan vaqtimda bir sorunda uchrashib qolgan bir xonim meni chetga tortdi va atir chashmasligimni tavsiya qildi. Men u xonimdan nima uchunligini so'rgan vaqtimda u xonim menga: "Agar siz chashqan atirni yeningizdan o'tib ketayotgan bir er kishi purab qolsa, siz u er kishi bilan zina qilgan hisoblanasiz" dedi. Men intayin cho'chib ketdim va hayron qoldim. Bundaq axloqsiz bir fatvoning manbasi qayer? Buni izlashga muvaffaq bo'la olmay qolgan edim. Yevropadagi ma'lum bir davlatga borgan vaqtimda mundaq bir munozaraga duch keldim. Ayollarning sahnalarga chiqib leksiya so'zlash yoki o'z tadqiqotlari haqida muhokama yig'inlariga qatnashishi to'g'ri emas ekan. Chunki tövanda o'tirgan erlar bu ayolga qarta ichida nurg'unlagan shahvoniy narsalarni o'ylashga sabab bo'lib qoladi ekan. Diniy tashviqotlarning yana biri ishlayotgan o'rinlarimizdan yangi yil va xristianlarning diniy bayramlarida bergan sovg'alarni rad qilish edi. Biz dindorligimizni Allohga ko'rsatishimiz, insonligimizni atrofdagi biz bo'lmaganlarga ko'rsatishimiz kerak, albatta.
bizni inson ko'rib hadiya berayotgan bir insonning hadiyasini qandoq rad qilg'ili bo'lsin? Bu yer yana g'alati bir ikki yuzlik bor bo'lib, garchi ular mushundaq tabliğlarni qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bu davlatlarning farovonlik puli va onalarga bergan sut pulini qilcha rad qilmay oladi. Men anglagan diniy suhbatlarda yana agar yo'ldoshi ayoldan bir narsa talab qilsa, ayol etikapda o'tirgan bo'lsa-mu, uni buzish kerak. Agar ayol kishi yo'ldoshidan so'ramay sirtqa chiqsa, ig'ir gunohkor bo'ldi deganlar. Undan boshqa Uyg'urlar orasida bak moda bo'lib ketgan Yangi yil harom va Navro'z harom deganlar va nurg'un. Gerçi bular birerden misallar bolsa-mu, ammo hammasini to'plagan vaqtimizda o'zimiz turishliq davlatlardagi bizga yaxshilik qilgan millatlarga bizni sat ko'rsatadigan, ayol munosabatlarini zidlaydigan va kasallashtiradigan, shundaqla butun bir Uyg'ur jamiyatining ruhiyatini kasallashtiradigan bir diniy vaziyat mavjud edi. Bunda g'alati tabliğlarning manbasi qayerda? Abdur bu maqsadda yo'lga chiqdi. Misrdagi o'quvchilarni Istanbulga darhol yo'tkash bo'lgan yillarida Misrdagi o'qishni yarim yo'lda tashlab qo'yib Istanbulga kelishga majbur bo'lgan bir singlimiz menga telefon qilib yig'lab ketdi. Uning aytishicha, Istanbuldagi Uyg'ur diniy soha kishilari bu o'quvchilarning Yevropa va boshqa davlatlarga ketishni xohlamaydi ekan. Chunki ular Yevropaga va boshqa g'arb davlatlarga ketsa, dinini yo'qotib qo'ydi ekan. Shundaqla bularning birdan-bir chiqish yo'li Turkiyada qilib, o'zi xohlamaydigan, ular tunishtirgan birisi bilan darhol to'y qilib, bir uyga kirib olishgan. Ularning aytishicha, rizqini Alloh berdi ekan. Hayron qilarlik ish. Bir qancha yillar ilgari bir ayollar diniy suhbatiga qatnashib qoldim. Suhbat ilib borg'uvchi ayol mundaq so'zlayotdi. Muhammad payg'ambarimiz Mirojdan qaytgan mezgillarga to'g'ri kelgan bir kuni yo'lda bir to'p ayollar bilan uchrashib qoldi. Ayollar payg'ambarimizdan do'zaxda qanday kishilarning ko'pligini so'rganda payg'ambarimiz ularga do'zaxda ayollarning ko'pligini ko'rganligini, ayollarning g'aybat shikoyatni ko'p qilib, fitna terib, tilidan ketib qolganligi uchun do'zaxga tashlanganligini aytibdi. Bu butunlay islom dini va Qur'onning ahkomlariga tushmaydigan bir o'ydirilgan diniy tabliğdan iborat edi. Undaqda hozir ijtimoiy taratqularda g'aybat shikoyat qilayotgan, fitna terayotgan, to'xtamay harom to'qiyotgan erlarga do'zax yo'qmikan? Xeyli vaqtlar ilgari bir dindor müdver kishi bilan paranglashib qoldim. Uning deyishicha vatanda har xil jinoyatlar bilan yoshlarni tutqun qilish og'ir bo'lib ketganligi uchun Uyg'ur qizlari fohishxonalarga ketadigan ahvollar ko'rinib o'tibdi. Bundaq bir vaziyatda erlar uchun u xonim qizlarni amriga elish farz bo'larmish. Shunga haqlar qizlarini fohishxonalarga ketgandan ko'ra Uyg'ur erlarining qo'lda tursin deb ikkinchi yoki uchinchi xotinlik akilib berib o'tibdi. To'qal bo'lish erlar tutqunga uchirgan joylardagi xonim qizlarimizning haqiqiy chiqish yo'limi? Vatanda tutqun qilishning ig'irlashishi bilan mullamlarning nima degan talyiga kelgani? 21-asrdagi ayollarning birdan-bir chiqish yo'li bir kasb o'rganish. Jamiyatning bir a'zosi bo'lish sifati bilan o'zi eglik tiklaydigan, o'zi bir kasbning hudisidan chiqa oladigan, iqtisodiy kirim yarata oladigan, o'ziga mos erni o'zi erkin tanlay oladigan, iqtisodiy qiyinchiliklar sababidan boshqalarga xotin bo'lishga yoki to'qal bo'lishga majburlanmaydigan yo'l bo'lishi lozim. Bundaq erlar dal mushu yerlarga kelganda payg'ambarimizning sunnatini bijo keltirdik devilib, Muhammad payg'ambarimizning obrazini to'liq xunuklashtirdi. Nisan va mujadila qatorliq ayollarning haqqi huquqlarini qo'g'daydigan suralarni dastlab yanjiydi. Bundaq tabliğlar ayollar yo'lishini o'ylab qo'ysa, jannatga kiradi degandek fatvolar bilan jannat o'jilik qiladi.
Bu qitim İstanbulda diqqətimni tartqan nöqtələrinin biri ma'lum kishilarning qiyinchilikda qolgan tul ayollarni boshqa davlatlardan kelgan erlarga bir hafta, 2 hafta yoki 3 haftalik vaqtli xotinlikqa tunishtirish bo'ldi. Bu bir fojia. Bu bir millatning dushmani qo'lida emas, balki o'zining qo'lida xarob bo'lishi. Bunun Xitoy yigitlarga majburiy tengiliyotgan Uyg'ur qizlarining ichinishli tragediyasidan nima farqi bor? İstanbuldagi eri, Suriyada urushda o'lgan yoki Xitoy turmusida yetayotgan ayollarning chiqish yo'li boshqalarga ko'ngil so'g'isi qilinishmi? Men Timtas emas İstanbul nomli chatni mulohizamda hech kimga hujum qilish yoki nishonni boshqa yoqqa burash maqsadim yo'q. Hislarim İstanbulda Xitoy jazo lagerlariga parallel ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan ikkinchi bir jazo lagerlarining qurilayotganligini yoki 90-yillarda O'rta Osiyoda yuz bergandek siyosiy krizis bu qitim İstanbul takrorlandigandek bir fojiani sezmoqda. İstanbulda yana bir diqqatni chekkan nuqta kichik guruhlarga bo'linish va cho'ng jamoat, kichik jamoat degandek nomlar bilan qattiq dinni tus olgan jamoatchiliklarni barpo qilish bo'lib hisoblandi. Hayron qilarlik yeri shuki, bular ishni xonimlarning yuzini niqoblashdan boshlaydi. Bu jamoatning vatan da'vosi yo'lidagi sistemalik, planliq yo'l xaritasini ko'rgil bo'lmaydi. Bularning xonimlari nima uchun qora niqob taqaydiganligini o'zlari yaxshi tushuntirib bera olmaydi. Faqat Allohning diniga mahkam isilganlik deb qaraydi. To'lmi kulkilik yeri vatan ozodligi ko'rishi ayollarni niqoblashdan boshlanamdi. İstanbulda niqoblik ayollar bilan ko'rishib paranglashishmi shunchalik tezga to'xtaydigan bo'lib, salla ehtiyot qilmasangiz, erlarga qarshi ayollar inqilobini qo'zg'amoqchi degan tuhmatga qolasiz. Yoki sizga kishilar bu qora niqob masalasi İstanbuldagi qora o'ngurga o'xshaydi diqqat qiling. Uning bir uchi Suriyaga, yana bir uchi cho'ng jamoatlarga tutishidi. Adiki Mahsumxon Hoji Müdisdan chiqib bo'lolmay suiqasd bilan o'ldirildi deb ogohlantirish berdi. İstanbulda jazo lagerlari keltirib chiqargan ruhiy jihatdagi fojialardan boshqa diniy jihatdagi guruh va mazhabchilik, odam bidiklarining Suriyaga odam yukishi, erlarning xatoliklari sababidan ayollar va bolalarning xorlanishi, kambag'alchilik, tul ayol yetim bolalarning masalasi, plansizlik, chechilang'uluq intayin ig'ir bo'lib, buning kelajakda ig'ir bir siyosiy krizisga aylanadiganligi ko'rinib turibdi. İstanbulda bək cho'ng katta maktab madrasalarni salalaydigan puldor boylarmi, din tashviqotchilarimi hamma nima to'lib turibdi. Ammo eng muhim bo'lgan teamwork, ya'ni hamkorlashib ishlash ruhi yo'q ekan. Ondaqda Uyg'urlar ichidagi diniy masalalar va jamoatchilik masalalarini hal qilish uchun qurilgan mashhur o'limalar birligi nima ish qilyotdi? İgilgan ahvollarimni xulosalaganda, İstanbuldagi bundaq masalalarni tubdan hal qilishga o'limalar birligining kuchi yetmabdi yoki yetmaydi ekan. İgilashlarga asoslanganda, hozir Sharq Turkiston o'limalar birligida 70 ga yaqin so'zda o'lima yoki domullan bo'lsa-mu, ularga kasbiy nuqtadan qattiq talab qo'yganda 60 ga yaqini o'lima degan talabga yetmaydi ekan. Hamda bularning ko'pinchisi to'liqsiz o'tir maktab madaniyat saviyasiga ega ekan. Dunyoda 1 milliondan ortiq agashkuchisi bor. Zakir Naikmi davomli holda o'zining bir tabliğchi ekanligini, o'lima darajasiga yetmaganligini ilgari surdi. Fizikani yaxshi bilganlik, fizik olim bo'lganlik hisoblanmagandek, dinni yaxshi bilganlikmi dinni olim bo'lganlik hisoblanmaydi. Demak, o'limalar birligining İstanbuldagi dinni tus olgan qilayimqanchiliklarni to'siy olmaganligi, bo'libmi qora niqob masalasida keskin bir fatvo berolmay ikkilanib qilishi yoki bergan fatvolarining qimmatining bo'lmasligi haqiqiy ma'nodagi diniy va fanni ziyonliq darajasiga yetmaganligi sababidan
hozirgi uçqandek taraq qilayotgan fan texnika davriga moslasholmaganligidan bo'lgan va yoki bundaq vaziyatning mushundaq holatda turaverishini xohlaydigan bir ko'zga ko'rinmas kuchning borligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu kuch zodi qanday kuch bo'lishi mumkin? İstanbul'daki dini zatlar mərhum Abdulkimxon Məxsumni xuddi Abduqadir Damullamni qadrlaganda qadrlaydigan və yetuk alim və yol başçı deb tərifləydigan. Amma Abdulkimxon Məxsum Suriyaga Uyg'urlarning berishining to'g'ri emasligini, ayollarning niqoblanishining to'g'ri emasligi haqida ovozni yuksaltirishi bilanla suiqasdga uchragan. İstanbul'daki ko'plagan Uyg'urlar Abdulkimxon Məxsumning o'limining suiqasd ekanligiga ishongan. Tarix takrorlanadi. Tarixning takrorlanganligiga eng bek ishonadigan millatlarning biri Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Gitler jazo lagerlarining bugungi kunda Uyg'urlar ustidan yurgizilishi tarixning takrorlanganligining dalili bo'lsa, tarixdagi Uyg'urlar ustidan dushmanlar ilib borgan nodon xurofot talat qoldirish o'yinimi Uyg'urlar ustidan İstanbulda o'ynalmoqda. Men faqat o'z ko'z qarashlarimni o'tirib qo'ymoqchiman. Yuqorqilar mening İstanbulni markaz qilgan diniy saharimizni anglaganlarim, ko'rganlarim va kuzatganlarim. Balkim har bir hikoyani yakka anglaganda bir kartina sizolmasligi mumkin. Ammo hamma hikoyalarni bir yerga kelgan vaqtimizda diniy saharimiz yo'linishning nega qarab mengayotganligini, 21-asrdagi ilm-fan va texnika davri bilan moslasholmaydigan bir ta'tir yo'nalishga qarab ketayotganligini ko'ra olamiz. Undaqda bundaq ta'tir yo'linishga borayotgan kuch Xitoymi yoki o'zimizning ichimizga jahil kuchlarmi? Bu Uyg'ur jamiyatiga tashlangan bir savol. His tuyg'ularimiz yolg'iz hayotimizga bir ma'no qo'shib shakllar hosil qilib qolmay, balki siyosiy, ijtimoiy va diniy vaziyatga ma'no beradi. Davlatni kimlarning boshqarayotganligi, dunyoda qanday tashqi siyosat qo'llanayotganligi, qanday iqtisodiy qadamlar etishimiz kerakligini planlagan vaqtimizda demokratik saylovlarga ehtiyojimiz tushdi. His tuyg'ular xuddi dengizga to'kilgan daryolardek qalamlarimiz orqali xotirlarimizga to'kiladi. Abdur shunga his tuyg'u va anglaganlari va ko'rganlariga ergishib yo'lga chiqdi. Uyg'ur millati bo'lib mavjud bo'lishdagi muhim asoslarimizdan biri bo'lgan diniy saharimizda qo'yni qasab suyolmayotdi. Shu sababdan ziyolarimizning pichoq tutishi kelib chiqyotdi. Uni azdab qalam tavratuvchilarning bu soha haqida qalam tavratishiga ruxsat qilinmayotdi. Xuddi Xitoy tashviqot ministrligidan birli buyruq kelib to'xtatilsin degandek yoki qaysi bir epizodki bu gilam butamga esilmasin degandek buyruqlar topshirib elayotimiz. Har bir qalam bir mash'al, har bir tema bino uchun kerakli bir tal kesak. Kesaklar bir taldan sabr bilan qo'yilganda ondan bir bino bo'lib bitib chiqadi. Ba'zilar Uyg'urlarda yurak kesili bor, avval shuni davolab saqaytish kerak davodidir. Mencha Uyg'urlarda yurak kesili yo'q. Uyg'urlar tarixning har qaysi davrlarda beshiga kelgan eng ig'ir kulfatlarni, Xon Laylun, Gulnaram naqshlarini aytib, normal urf-odatlarni davomlashtirib, diniy ibodatlarni vaqtida qilib, ig'ir zulmlarni yengib kelgan. Herkesmi musafir shahar va davlatlarda qor niqoblanib, yurak kesilim bor deb yetib olmagan edi. Asli Uyg'urlarda kasal bor deb qaralsa, diniy saharimizda hazm qilolmaslik kesili bor deb qarayman. Shunga ular bu soha haqida yozilgan bir parcha maqolni hazm qilolmayotdi. Bunda hazm qilolmaslik chet davlatdagi Uyg'urlar siyosiy ko'z qarash jihatda bir qanchaga bo'linganini ozdab, diniy jihatda bir qanchaga bo'linishni keltirib chiqaryotdi. Qisqasi İstanbulni markaz qilgan diniy saharimiz bir ot ip qochgan harvoga o'xshab qoldi. Har kim har tarafga elib qochadigan. Bu ot ip qochgan harvolar bargancha hozirgi davr yo'linishidan ta'tir bir yo'linishga qarab qochmoqda.
Bu xatarlik at ep qaçqan harvini tur deb çolurini tutildigan kishi kam bo'lib atidi. Davomi bor.